Assalomu alaykum qadrli do'stlar, omonmisizlar, tuzukmisizlar? Hozir bashorat bermoqchiman, bir vangalik qilmoqchiman. Maylimi, ruxsat bersanglar. Mana bu jirkanch, irkit, moshennik to'da bor. Buni gapirib kelyapmiz. Blogerlardan bir nechtasidan iborat bo'lgan moshennik to'da. Bittasi Joxa Alkash, bittasi Srach Media va ikkita Otabek degan ismli, bittasi Otabek Hamidov, bitta Otabek Jo'rayev degani bor. Jungli Ra'noni atrofida o'ralashgan blogerlar va hamma yo'ni shov-shuv qilib, rezonans qilib, jamiyatni bu enasinikiga tiqmoqchi bo'lgan va qandaydir bir reja va manfaatlar yo'lida ish qilgan mana shu gazandalar bor. O'shalar to'g'risida jiddiy bashorat berib ketay. Xullas, mana shu gazandalar fatvosi o'qildi. Nomai amoli chap tomondan beriladigan kun juda yaqin. Jumhur ulamolar ijmosi bilan bularga fatvo o'qildi. Joxa pishting, Joxa To'laganov pishting, fatvoying o'qib bo'lingan. Faqat vaqt masalasi qoldi, juda oz qoldi. Oyog'ingdan ilinib ketasan. Otabek Jo'rayev o'zidan anaqa kecha bir efir qilib mulla yasabopti, mulla. Xudodan qo'rqinglar, 5 vaqt namoz o'qiymiz hammamiz. Alloh hammaga insof tavfiq bersin. Jumalarga boramiz. Voydod, mana taqvodorlarning eng oliy toifasi mana o'zimman. Voy man qonunlar bizning bosh ustimizga toj bo'lsin deb mulla qonunchi bo'lyapti bu. Moshennik bashara. Sani ham fatvoying o'qib bo'lingan. Chet ellarda kimlardir o'tirib olib, chet ellarda haligi ma'lumotlarni bilyapti, bularga kim ma'lumot yetkazyapti. O yaqinda o'tiruvding-ku, o kislorodingni bo'g'amizli bo'yingni deb. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi ey Jo'rayev? Nima bo'ldi senga? Yaqinda o'tiruvding, hammangni prokuraturaga berib yuboramiz, kislorodingni shunaqa bo'g'amiz, hali qarab tur deb ugrajat qilib o'tiruvding. Kim senga negativ yozsa, nima bo'ldi endi? Sen mulla yoqib olib, o'zingdan qonunchi yoqib olib, haligi voydod, bedod biz qonunlarni hurmat qilamiz. Voy hech kimni yomonlaganimiz yo'q. Ichki ishlarga bizni hech adovatimiz yo'q. Voydod, bedod qilib tapchangdan orqaga sakrab o'tiribsan. Nima bo'lib qoldi? Nimadan qo'rqib ketding? Sani fatvoying o'qib bo'lingan, pishting sen ham. Bay bo'lasan, bay. Men aytuvdim, men bitta men emas, endi men desam men masragan bo'lib qolaman, shu narsani yoqtirmayman. Bir nechta mana shu faollar aytdi. Shular ichida men ham qo'shilib aytdim. Yonasan dedim. Yonasanlar dedim. Har qanaqa mumkin bo'lgan chegarani bosib, toptab o'tib ketdilaring. Qizil chiziqlarni toptab bosib o'tib ketdilaring. Endi Srach Media qolgan socharingga oqar ketasan. Ketasan sen ham pish bo'lasan. Ana Otabek Hamidov degan cho'chqa boqar, bir balolar deb efirlarni baxshilab o'tiribdi. Ey Otabek Hamidov, o'zi bir ikkita so'zni bog'lab yoza olmas ekansan o'zi. Gapira olmas ekansan o'zi. Bir normalni, yana bular jurnalistman deydimi? Sen men cho'chqa boqar emasman. Men mol boqarman, mol boqar. O'z nomim bilan aytinglar. Men mol boqarman, cho'chqa boqar emas. Mana bu meni buzoqchalarim. Ana sut ichyapti, qaranglar. Ko'ringlar ana. Buzoqchalar mana. Talashib ichyapti-da, yana sutni qaranglar. Mazada, bularni boqish bor-ku. Qaranglar. Bu yoqqa mana bittasi. Sen bu yoqqa tur, bu yoqqa tur. Bir-biringga joy ber. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Ana buzoqchalarimni. Qop-qora buzoqchalarim mana. Voy. Bu yoqqa tur, naryoqdan ich. Bu yoqqa ma. Ana. Bir ko'rsatib qo'yay dedim-da.
Mana mol boqarman men, cho'chqa boqarmas. Qaranglar, cho'chqaga o'xshaydimi shu? Qara. Qara bilan basharasini mana. Ana. Shu cho'chqami shu? Molda bu, molni bolasi. Ana. Mingta mol bor bu yerda. O'sha mingta molni o'shalarni boqib yuraman endi. Haqiqat shu endi. Lekin cho'chqa boqarmas-da. Mayli shu cho'chqa boqar desang ham, mayli negativlarni nechtasiga ko'nikib ketganmiz. Farqi yo'q. Menga qanaqa gap gapirsalaring ham gapiravur. Gap yo'q, lekin gap unda emas-da, gap menda emas-da. Meni qancha haqorat qilsang balkim o'xshab ketaverar. Pishgansanlar sanlar. Sanlar nomai amoling chap tomoningdan beriladi. Endi ming o'zingdan qonunchi yasavol, voydod bedod qilib mulla yasavol, darrov odamlarni ana ehtiroslarini yana o'ynatib o'zlaringdan ergashib yurgan, sanlarga ishonib yurgan lo'xlarni, olomonni yana shunga ishontirib, yana din bilan mamlaqa manipulyatsiya qilib, voy men unaqa, bunaqa namoz o'qiymiz-ku, voydod musulmonmiz-ku deb o'tirganing ham, voy qonun boshimizga toj bo'lsin, biz qonundan chetlanib, qonun bunaqa qiladi, qonun bunaqa qiladi deb endi bu yo'q qonunga salatsa qilsang ham foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Pishding chunki. Bo'ldi. Hech yoqqa qochib keta olmaysan. Jungli Ra'noni atrofi mana shu palakat qirchang'i ancha-muncha odamni yostig'ini quritgan bu. Endi shunga shu bundoq ko'zini sussa, haligi jilovini uzib ketgan buqalarga o'xshab butun bermagan odam qolmagan ekan uni. O'sha rahbariyatlarda, o'sha hududlardagi rahbariyatlarda ishlaydigan kattakonlarni hammasini ish qilib ertaga shantaj qilaman deb, boshqa qilaman deb kompromatlarni yig'ib olgan ekanda. O'sha nima deydi go'sht kaltagini nito joyga suqib qo'yganlar hammasi qo'rqib ketib, endi ertaga sirim ochilib qolmasin, oilangga berib yuboraman, unga jo'nataman, ertaga ishdan haydataman, boshqa qilaman deb har xil shantajlarni ko'tarib, shundan qo'rqib, unga istagan pullarini berib, istagan bu yomon narsa-da. Mana shu narsa bor-ku, amaldorni kompromat qilib ushlab olish, tizginini ushlab olish. Bu juda yomon signal bu. Ya'ni o'sha mas'ul tashkilot va idoralarda ishlayotgan mulozimlarni, ayniqsa rahbar xodimlarni mana shunaqa bu ham bir korrupsiya deganda biz faqat pora olish berishni tushunamizda. Yo'q, mana shu orqali o'z ishlarini bitirish ham korrupsiyada o'zi. Mana shu qopqonga tushirib xo'rak qilib, haligi mana buni qo'yib, uni orqasida ba'zi odamlar turgan bo'lishi mumkin. Endi katta ehtimol hozir shunaqa bo'lyapti. Ko'ryapmiz, mana bu prokuratura xodimlarining nomi chiqib ketyapti. Lekin o'zi ham shundan bir foydalanib qolish maqsadida u Jungli Ra'no mana shunaqa ishlarni qilib yurgan bo'lsa, istaganini haligi kompromatini yig'ib berib yurgan bo'lsa va shu orqali ta'sir o'tkazish, shu orqali rahbarlarni manipulyatsiya qilish bu dahshatli narsa-da. U rahbarlarga ertaga istagan bir rejasini amalga oshirish uchun istagan ishini qildiradi-da. O'sha shantaj bilan qo'rqitib, oilangga berib yuboraman, internetga yoyib yuboraman, u qilaman, bu qilaman deb turib, u qo'rqadi-da, qo'rqqanda yeb qo'ygan joyi bor-ku endi u. Ular o'sha kayf qilaman, maishat qilaman deb o'ylagan endi, lekin konkretni qopqonga tushgan. Ana shuning uchun hamma tizzasi qaltirab qo'rqib o'tirishi bejizmas ekanda. Bu soliqchi, bu bitta misol bo'lib qoldi-da bu yerda. Bitta misollarning ichidagi bitta kichkina bir namunasi bo'lib qoldi. Shuning uchun bu qirchang'ini atrofida o'ralashgan kim borgi hammasi yonyapti-da. Palakat shu qadarda. Bu megajinni, bu shaytonning urg'ochisida bu. Bunaqasi olamda yo'q. Ishoninglar, bunaqasi olamda yo'q. Bu dahshati bu. O'sha ayol muqaddas ayol nomiga haligi dog' tushiradigan. Ana shu darajadagi xavfli odamlarda bular. Endi uni atrofida o'ralashgan va uni qo'llab-quvvatlab dastaklaganlar mana bu shayka, mashinnik firibgarlar to'dasi. Bularning hammasi ketadi. Shunaqa sipirib tozalanadiki, qochib qutula olmaydi. Shunaqa shuni bir aytib qo'yay dedim. Mana bu Srach Mediga o'xshaganlar shunaqa gap tarqatib yuribdi, aeroportdan kelib qo'nishi bilan meni oyog'imni yerdan tegdirmasdan, yerga tekkizmasdan olib ketarmish. O akaxonlaring yonib yotibdi. Sanlar ishongan. Sanlarga pul tikkan homiylaring. Yonib yotibdi hozir.
oyog'ini tagida cho'g'. Hammasi pitir qilib oyoq kuygan tovuqqa o'xshab qolgan. Ishchi guruh nimaga borganini, qanaqa borganini, nima uchun borgan, nima sabab, nimalar bo'layotganini bilmasam edi. Shuning uchun mayli endi o'zinglarni o'zinglar ovutib, chalg'itib o'tiraveringlar. Lekin bor narsa yo'q bo'lib qolmaydi. Oyoq kuygan tovuqqa o'xshab yuribsanlar hozir. Sani akaxonlaring ham shu. Bu o'shalarga ishonib, bu aeroportlardan bu vallomatlar shunchalik bo'lib ketibdiki, butun respublika Toshkentdagi aeroportlargacha haligi kurir nima deydi, kontrol qiladigan darajada qilib ko'rsatyapti-da bular. Aeroportda oyog'imni osiltirib olib ketarmish. Borishim bilan. San tirik kelib olgan, san O'zbekistonga kelib olgan, san tirik deb qancha marta nima deydi, mujda jo'natdi menga. Ey, ahvoli men borgunimcha ertaga bilasizlarmi do'stlar, men ertaga borib olib bularni qayerdan topishni bilmasdan kim men bilan uchrashar ekan endi bularning ichidan deb haligi bir qoshiq ovqat ko'tarib o'sha yerga borib qolmasam deb qo'rqaman. Men borgunimcha bular balanda sipqorib haligi o'tgan qilgan ishlarini bir o'zlariga o'zlari hisobot berib o'tirgan bo'lib qolarmikin deb o'ylayapman-da. Shuning uchun katta gapirma. Unaqa qilib yuboraman, bunaqa qilib yuboraman, seni oyog'ingdan iltirib yuboraman, hali ichkariga olib kirib olaman, prokuratura bilan unaqa qilaman, bunaqa qilaman deb katta gapirma birortang. Ey gazandalar, o'zi ahvoling o'zi borgan sari o'zi qiyinlashib ketyapti. Endi chiqib olib u mana bu Jo'rayev deganlari ko'zini ola-kula qilib olib, o'zidan mulla yasab olib, qonunchi yasab olib, pish qilib, bir 5-10 marta nafas olsa bitta so'zni zo'rg'a aytib o'tirgan gazanda endi san chiqib olib, voy endi kelinglar bir-birimizga anaqa qilmaylik, bunaqa qilmaylik, voydod kelishaylik, voydod san menga tegma, men senga tegmayman degan gaplaring chipuxa. Voy, neujeli shu narsani anglab yetmayapsizlar? Shunchalik darajada tupoy ekansanlarki, hamma narsa o'xshab yeb ketaversa deb o'ylagan bo'lsalaring. Ana shu narsani aytib qo'yay dedim. Hali mana bu gazandalar bo'yicha hali yana shov-shuvli, rezonansli xabarlarni yaqinlarda sizlarga e'lon qilib boramiz deb umid bildirib qolaman. Bu gazandalar shunda qopqonga tushishi bilan, katakka olinishi bilan, ana undan keyin karnay surnay navolarni chalib bayram nishonlaymiz. Ana shunda keyin ma'lum bo'ladi. Qani kim g'olib, kim mag'lub ekanligini. Orqangdan millionta ergashsin. Bu degani ko'pchilik yugurib ketayotgan tomon haq degani emas. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun qani endi dalshi kim uyimdan kelib olib ketib qolar ekan deb mana shunaqa o'ngga chapga qarab, mana shunaqa qilib qaltirab eshigingni kim taqalatib kelishini kutib yashalaring. Mana shu yuqorida nomlarini sanab o'tgan gazandalar. Xo'p, do'stlar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Kecha mana shu to'g'risida efir qildim. YouTube'da o'chib ketib qoldi. Tushunmayapman YouTube'dan o nimalarini. Funksiyalarini tushunmayapman. O'lay agar tushunmayapman. Biz eski davr odamlarimiz endi. Biz уже qolib ketdik. Mana bu yangi davr pokoleniyasidan qolib ketdik biz. Shuning uchun mana bu narsalarni unchalik tushunmayman men. Topa olmayapman shuni nimalarni. O'chirib qo'ydim. Haligi bir narsa qisqaroq qilaman bir narsani deb o'shanga hozir qayta bir Facebookda efir qilib qo'yapman, ma'lum qilib qo'yapman. Popkornni g'amlashda davom etinglar o'rtoqlar. Bu yog'i yana qiziq hangomalar bo'ladi. Omon bo'linglar.